Yer şari oyunca anlaş qıtımsanı, qo'yilish qıtımsanı birinci o'rin turadigan naqsha qaysi? Dal mushu naqsha. Balkim Nurg'ullar anglagan bo'g'itinglar, buni 5 chiqib o'quvchilar bir yerlarni midirlab ketdi yaqachon. Bu hammamiz tunishliq Michael Jacksonning naqshisi. Bundaqda mashundaq butun dunyo olqishli bo'lgan, tilni tushunmasak ham o'zimni anglaydigan bu naqsha qandoq maydonga kelgan degan vaqtimizda Joe Changmalning bir leksiyasini ko'rib, men bu ilhom deb bugun so'zlayapman. Bir kuni Michael Jackson o'ziniki Rolls-Royce mashinasida bir yakit berib, tuyuqsiz bir ovozni, bir ritmni anglab qoldi-da, ilhom keldi buningga. Shuningdan taraq tur qog'oz qalamni bosh yozib turdi. Amaliyotda bu vaqtda nima ish bo'lib ketsanlar, buning mashinasiga o't ketgan. Shuning bilan bu yerda shoferim darhol chetga vashi to'xtatib, eliq buning qo'g'dirishlar kelib, "Voy Michael, ishtik mashinada cho'sh, mashinaga o't ketdi" u bu deydi. Lekin buning qulog'iga bu kirmaydi. İlham kelgan degan shunda yezib ketimiz. Shunami bu vash yezeli burdi, buning gibi quloq kirmay shundan bo'lmay. Shofer qo'g'dirib buni ko'tarib chiqib mashinadan ep tushib ketdi. Bu yezib buni bitirib oldi. Hamda men naqshining muzikasi, chuyuzi, notus bitdi-da bu vaqtda. To'xta, bu nayt yaxshi bir ritmni bitdi. Ham buning qandoq tekis yozsam bular Qadi kitap qilsam yezib beramu ya deb tug'an kunlarning birisida bu bir qatimliq partiya qatnashdi. Eliq yoshlar o'ltirishiga Şular bu yer berip o'ltirib qolsa, kirib qolsa, shundoq chiroyli, tanna, shingan bir qiz bola, mana shu Michael Jacksonning naqshiga keltirib, ele usullarni o'ynayotgan. Ham chiplar bu Jacksonning usulini tatidi. Shular bu mening funksiyarimga chiroyli ama kasofat deb birlikda usulga tushdi. Endi bu ikisi bir mayda usulni o'ynab bo'lgandan keyin bu qiz bilan tuyuqsiz endi bir parcha kichik bolaning rasmini chiqarib, Michael ma ikkimizning bolasi, sendan bo'lgan bola ma degan kun bu chochirab turdi. Voy nima deysa bu ikkimiz tunji ko'rishgan tursa, men sizni bu yerda tunji qatim ko'rgan tursam, ne jurib bundaq bolam bo'ldi. Ish boshlaq bo'lgan burun bu sening bolang. Navatsan men pul to'lanmaysan, ustingda emas, tiyingdimi arz qilma. Mandig'ay deb deydi. Endi bu Michael Jackson'dek namba odamga nisbatan nayt bir eski bu, yamash bu. Muxbir degan tayyor turdi, voy mashinani tatib do'yinga chiqarib olsak deb aralib turdi. Lekin bu guna Michael Jacksonning bo'lmag'achqa bu qo'rqmaydi. Arz qilsan qiyil degandan keyin bu ayol naq degandek Michael Jacksonning tigidimmi, to'pidimmi arz qildi. Endi naq mashishlarga vaqtida mush voqelikni o'ylab Michael Jacksonning kallasiga ma naqshini tekst qildi. Bosh tekstni yozib Shundan bu naqsha e'lon qilingandan keyin portlash xarakterlik mod bo'lib, butun yer shari vahshiy olqishga erishib bitdi. Shundan bilan Michael Jackson bu naqshni aytib, usulni tan o'ynab ketdi. Bir xil bu naqshga kirishib, aytgancha qo'l bo'libchi. Shundan bilan o'zining bir qitimliq yanchon qo'yishda mush naqshni aytib va usulni o'ynab, butkul san'at sohasiga ta'sir ko'rsatgan, ya'ni yo'chum men bu. Ya'ni menda bir menshog'im yerda qopli o'ynab ketsam, usulni Qadi Jackson deb turib olsizlar, qachon usulni o'ynab yurmay. Shuning bilan Michael Jacksonning hayotiga kelgan aslidagi bir yomayish, salbiy ma'nodagi nacharish, bu aktiv energiyalik hayotga go'zal qaraydigan bu shaxs tufaylidan yaxshiga o'zgarib, aksicha butkul dunyoga ta'sir ko'rsatgan eng moda bir naqshiga aylanib ketdi. Shuning uchun biz bu hayotimizga 5 yil kelgan har qanday bir cho'ng balay ofat, shunday ishlarda hargiz o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Bir mas'ul tug'ilgankan uning natijasi xil hal qilish chorasi bo'lishi mumkin. Shunga o'z vaqtida Jugo Kungmingmo har bir ishda bir hikmat, har bir hikmatda bir qismat debdigan.